Qadr kechasini Saudiya Arabistoni Makka shahrida kutish niyat qilib turgan do'stlar, assalomu alaykum. Inshaalloh 22, 23 va 24 va 25-mart sanalarga qo'shimcha joylar ochildi. Video boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalimizga mehmon bo'lsanglar, albatta podpiska tugmasini bosib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz, chunki bugungi qo'yayotgan videolarimiz va bugundan keyingi qo'yayotgan videolarimiz sizlar uchun inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Hozir sizlarga reyslar sanalari va qayerlarda reyslar uchishi va narxlari va Saudiya Arabistonining sharoitlari haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsam, boshdan boshlasak, birinchi o'rinda reyslarimiz Toshkent va Namangandan reyslar uchib turibdi. Reyslarimiz sanalari 22, 23, 24, 25-mart sanalariga reyslarimiz mavjud. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqish imkoniyatiga egasizlar. Narxi bo'lsa, narxi $1350, to'g'ridan to'g'ri reys bo'ladi. Saudiya Arabistonda umra safarini bemalol qilib kelib, 11 kun Makka mukarramada, 3 kun Madina Munavvarada tunab kelib, o'sha Saudiya Arabistonda yashab kelish imkoniyatiga egasizlar. Xo'p, 2 mahal saharlik bilan iftorlik bo'ladi. Endi Ramazondan keyin o'tib qoladigan bo'lsa, 3 mahal milliy taomlarga o'tadi inshaalloh. Saharlik va iftorliklarimiz ham milliy taomlarda bo'ladi. Reyslarimiz to'g'ridan to'g'ri uchadi. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga tezda aloqaga chiqib, o'z joylaringizni bron qilsalaring bo'ladi do'stlar. Bir dona Instagram pasportlaringni Telegram yoki WhatsApp orqali tashlayversalaring, joylaringizni bron qilib qo'yamiz. 22, 23, 24, 25-mart sanalariga joylarimiz soni chegaralangan va ko'p emas. Aloqaga chiqib bemalol joylaringizni bron qilsalaring bo'ladi. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.